bir talabadan jomiyani yoki bir madrasani talabasidan o'qishlar qalay ketyapti desiz, alhamdulillah hammasi yaxshi deydi. Nima degani bu? Yolg'onchi degani bu. Nima uchun hammasi zo'r alhamdulillah deyapti? Chunki o'qimayapti-da u. Alhamdulillah hammasi zo'r deydi. Talabalar bormi ichimizda? Hamma o'qinglar zo'rmi talabalar? Ha? Hamma fandan zo'r o'qiyapsizlarmi? Agar talaba o'qishlar qalay bo'lyapti desa, hammasi zo'r desa, bilingki bu yolg'onchi. Chunki albatta bir fan bor, tushunmayapti. Qaysidir bir moddani bir nima qilmayapti, anglay olmayapti. Agar bu fe'lan darsiga e'tiborli bo'lganida, fe'lan ilmda yaxshi natijaga erishaman deb harakat qilayotgan bo'lsa, albatta bir mushkula chiqaradi. Bitta fanni tushunmayotgan bo'lsa, sherik kerak, biror bir fandan bir ustozdan qo'shimcha ma'lumot olish kerak bo'lardi. Demak, o'qishlar qalay desa, hamma yo'q zo'r deyaptimi? Ishonmang. Bu odam yolg'onchi.